Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, bizni kuzatib o'rayotgan aziz do'stlar, barchalarga alangalik salom. Azizlar, mana bizda hozirda rosa ko'chat novvosimiz bor, buqamiz. Bo'yini mana sizlarga qanchalik ko'rinyapti? Mana shu devordagi g'ishtlardan sanasangiz ham bo'ladi. Hozir metrimiz yo'qligi sababli metrlay olmaymiz, lekin biz o'zimiz metrlaganmiz. Bo'ylari 1.35, 1 yoshga to'lgan bu qarasa ko'chat. Mana kimlar xohlasa boqish maqsadida to'yga boshqaga olaman degan odamlar bo'lsa, parodasi do'stlar, rossiyskiy paroda, чисто rossiyskiy paroda. Mana o'ta yuvosh buqachamiz do'stlar. Hozircha bunga 40 million narx qo'yyapmiz. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqib, ostiga telefon raqamlarimizni qoldirib qo'yamiz do'stlar. Buqa o'ta yuvosh, mana o'ta yuvosh, mana ko'rib turibsizlar. Bemalol bir kishi ham uyda bemalol eplasa bo'laveradi. Masalan, Rossiyada yurganlar oladigan bo'lsa, uyda bemalol farzandi ham, ayoli ham boqib eplaveradi buni. Buqa chirsillab yotibdi, to'g'risi. Qiziqqanlar bo'lsa do'stlar, telefon raqamlarimizni qoldiramiz. Manzilimiz Mingbuloq tumanida, Ayman qishlog'ida. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin do'stlar. Ebichiga garantiya beramiz, soppa sog'lom buqacha.